بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي قال في قوله الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaram, aziz Qur'on shaydolari, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolarimiz cheksiz va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga saloti salomlarimiz doimiy va abadiy bo'lsinki, mana bugunlik kunda barchalarimiz alhamdulillah sihat, salomatlik, ofiyatda bo'lib ham Qur'on mudorasasida turibmiz. Alloh bu oyimiz Sha'bon oyi bo'lib ham, azizlar, Sha'bon oyi bu Ramazondan avvalgi, balkim Ramazonga muqaddam bo'lgan oy. Ramazon oyi uchun tayyorgarlik ko'riladigan bu kunlardir. Alloh subhanahu va taolo bu ayyomlarimizni barakotli qilib, kelgusida keladigan bu Ramazon sharifga har birimiz muntazir bo'lib turibmiz. Unday muborak oylarga g'onimina solimina yetishligimizni o'zi nasibu ro'za aylasin. Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu shunday rivoyat qiladilar. Vaqtiki Sha'bon oyi kelganida deydilar, insonlar derkanlar, ya'ni sahobalar, insonlar inkabbu ala masahifihim, Qur'onlarni mahkam tutib Qur'onlarga yopishar edilar. Va akhraju zakata amwalihim liyu'inu al-fuqara wal masakin, va mollarini, zakotlarini faqir fuqarolarga yordam bo'lsin. Vaqtiki ro'zador bo'lganlarida ro'zani yana ham yaxshi tutsinlar degan oliy bir maqsadlarda balkim sahobalar Sha'bonni o'zidanoq zakot chiqarishlikni boshlarkanlar. Demak, har bir ezgu amallar avvali boshi bu Sha'bondir. Alloh taolo har birimizni solih amallarda sobit aylab, o'zi har yaxshiliklarda bizni muvaffaq aylasin. Azizlarimiz, bugun sizlar bilan yana bu o'zimizni efir orqali ko'rishib turganligimizdan nihoyatda xursandmiz. Takror Robbimiz azza va jallaga hamd sanolarimiz bo'lsin deymiz. Bugun demak siz bilan ikkinchi sonlik uchrashuvimiz. Savol javoblarga, albatta bu sabog'imiz savol javoblarga bu dasturimiz qaratiladi. Marhamat qilib inshaalloh avvalgi savollardan eshitib boshlasak. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Ustoz, demak, birinchi Qur'on muxlislaridan kelgan savolimizni eshitamiz. Marhaba. Tilovat haqida ekan, Qur'on tilovati haqida. Ustoz, namozda hamda namozdan tashqarida Qur'on tilovat qilishning savobi teng bo'ladimi? Mashaalloh. Namozda va namozdan tashqarida. Mashaalloh. Go'zal savol. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala sayyidina rasulillah, thumma amma ba'du. Go'zal savol so'ralgan. Ajoyib, mashaalloh. Albatta namozdan tashqari o'qilgan Qur'on bilan namozni o'zida turib o'qilgan Qur'onni ajri savobida farqi bo'ladi. Birinchidan hadis shariflarda keldiki, payg'ambar alayhissalatu vassalomdan ashabi kirom so'radilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom demak so'raldilar: Ayyul a'mali afdalu indalloh? Allohning huzurida eng afzal amallar qaysilari deya so'raganlarida tulul qiyam dedilar. Namozda bilamizki, qiyom bor, ruku bor, sujud bor, tashahhud bor, qa'da bor. O'sha amallarni, namoz amallarini ichida eng afzal amal deya payg'ambar alayhissalatu vassalom nima dedilar? Qiyom dedilar. Qiyom. Hattoki qarang, bu hadislardan albatta o'g'it olgan hollarida Hazrati Abu Hanifa rahimahullohu taala o'zlarining shogirdlari Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadlardan so'rayaptilar. Namozni qaysi bir amali siz uchun yanada
yoqimliroq, yanada siz uchun afzalliroq, qaysi taraf afzaliyatligi bor deya namoz amallaridan so'radilar. Kim? Imom Abu Hanifa rahimahullohu taolo. Va albatta Imom Muhammad unday va Imom Abu Yusuf bo'lsa bunday deya, Imom Abu Yusuf aynan nimani aytdilar? As-sujud, sajda holini. Albatta unda ham dalillar bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalam aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih fa huwa sajid. Banda Robbisiga eng yaqin bo'ladigan holat bu sajda holatidadir dedilar. U dalillarga tayangan hollarda Hazrati Abu Hanifa rahimahullohu taolo Imom Abu Yusufdan bu so'zni eshitdilarki, Imom Abu Yusuf demak sujud dedilar. Ammo Imom Abu Yusuf so'zlaridan keyin Imom Muhammad bin Shaybaniyning so'zlaridan keyin Hazrati Abu Hanifani o'zlaridan so'radilar shogirdlar. Hazratimiz sizga qaysi bir amal namozda sizga ko'proq yoqadigan yaxshi bir amaldir deganlarida al-qiyam dedilar. Qiyom. Nega qiyom? Chunki qiyomda ko'p tilovat qilinadi. Ko'p Qur'on o'qiladi. Demak, qiyomdagi holi afzalligi namozda, qiyomni afzalligini Qur'onga bog'ladilar. Tilovatda turamiz, Fotihadan keyingi qiladigan zam suralarimizda nima o'qiymiz? Biz Qur'on o'qiymiz. Eng ozi 3 oyat o'qiydigan bo'lsak, ba'zilar o'qishligi mumkin 50 oyatlik. Ilgarilarida salaf solihlarimiz mana shunday bo'lardi. Namozlarini o'sha zam suralarini adad ayat deyiladi, oyat sonlariga ko'ra aytardilar. Siz birodarim namozdan keyingi Fotihada zam sura o'laroq nechta oyat o'qiysiz deganlarda avvalda 1 sahifa, 2 sahifa demasdilar. Raqamul ayat deya keladi, oyatlarning raqamlarini aytardilar. Demak, avvalda sahoba kirom, tobiin izomlarda namozlari nima bo'lgan? Siyratdan bilamizki, uzun bo'lgan. Namozlari uzundan uzun namoz bo'lardi va o'sha uzundan namozda nima qilinardi? Ko'p sajda qilsalar-da, ko'p tashahhudda o'tirsalar-da, lekin eng ko'p holatlar nima bo'lardi? Qiyomda bo'lardi. Bundan bilinadiki, namozda qiyom bor, qiyomda nima bor? Qur'on bor. Va hadis shariflarda keladiki, Payg'ambar alayhissalatu vassalam agarda kim namozda turib Qur'on o'qirkan, uni har bir harfiga 100 hasana. Qarang. Har bir harfiga 100 ajr savob berilar ekan. Endi kim namozda turib, qiyomda turib, qarang, qiyom so'zi keldi. Hadis sharifda kim namozida qoyim turib tilovat qilar ekan Qur'onni, har bir harfiga 100 ajr savob berilishligini Payg'ambar alayhissalatu vasallam bashorat qildilar. Va davomida bu Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi va davomida bo'lsa nima bo'ldi? Agarda kim namozda o'tirgan holatida mumkin uzrlik holat bo'ladida, namozida o'tirgan holatida tilovat qiladigan bo'lsa, unda har bir harfiga 50 ajr savob berilishligini aytildi. Va endi kim namozdan tashqari qarang. Namozdan tashqari Qur'on o'qilganda nima qilardi? Hammamizga ma'lumki, har bir o'quvchini ajri savobi 10 ajr savobdan ato qilinadi. Namozdan tashqari tilovat qilyapmiz, demak 10 ajr savob. Namozda o'qiyapmiz. Agar qoyim holda tikka turib o'qisak 100 ajr savob. O'tirgan holatda o'qisak ham, qarang, namozdagi tilovatning o'rnini qarang. O'tirgan holatda o'qisak ham 50 ajr savob berilar ekan. Namozdan tashqari holatlarda nima bo'ldi? Har bir o'quvchiga bir harfiga 10 ajr savob berildi. Endi hadisni so'ngida Payg'ambar alayhissalatu vasallam aytadilarki, agarda kim man istama'a ila al-qari aw man istama'a ila al-Qur'an, kim namozdan tashqari Qur'on eshitadigan bo'lsa, eshituvchining o'ziga ham bir ajr savob yozilishligini aytdilar. Bu dalillarga tayanib shuni aytamizki, albatta har bir mu'min tilovati Qur'onni namozda va namozdan tashqari ham qilishlikni Alloh taolodan ajrini, savobini umid qilib, uni muvaffaqiyatlikda, uni zafarlarda bo'lib so'rashlik kerak, lekin aksar holda demak bir harfimga 100 ajr savob oladigan o'rin bu namozda bo'lar ekan deya tilovat Qur'onlarini ko'p, hatto takrorlarimizni namozda turib qilishligimiz demak ajr ustiga ajr ekan. Vallohu taala a'la va a'lam.